Talablarga binoan o'sha legendarniy bo'lgan mashhur mashinamizni eng arzon narxda Arzonchi bolalar kanalimizda obzor qilib beraman. Arzonchi bolalar kanalimizda 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentramiz kelib qoldi. Amerikanka farasi bor ekan, ABSlari bor ekan. Balonlari ham 70-80% yaxshi ekan. Salonlari kelsak, salonlari ham akkuratli ekan. Ularga chiqib turgan ekanlar. Obsidian agregator bor ekan, avtomat korobka, ABS hammasi bor. Konditsioner nima desanglar bor. Pechkalar hamma yoq ishlab turibdi. Hop, yurgan masofasi 158 mil yurgan ekan. Bitta cho'qib taqib ko'rsanglar, vaqti chiroyli bo'lib turadi. Hozir kuroslarni shu zo'r ekan. Kuroslarni stejdan gaz ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Propanadan. Kraskasi kesik, kraskasi top-toza deyaptilar, fitnosi ham yo'q dedilar. Tonirovka 7 oy ruxsati bor ekan. Mashina holati zo'r ekan, texnik ish yo'q deyaptilar. Korobkasida, hadovoyda, rulovoyda hech qanaqa ish yo'q deyaptilar. Yana o'zlari uchun, olib mazza qilib minishlar uchun bemalol ustidan olib kelib, Arzonchi bolalar kanaliga olib kelib, bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. O'sha aytganimdek, kimga yaxshi, kimga yomon, men har doim xalq tomon. Mana shu orqamda turgan Gentramizni $9600 ga berib yuboramiz. Shoshilinglar. Gentra qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Kanalimizga bitta like bosib ishdan chiqmasin. Qayergancha bu mashinamizga egalaridan generalniy doverskiga ham ruxsat olib qo'yganmiz. Bosib boringlar.